Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Ruslan Rasuljonovich. Demak, Buxoro ustoz haydovchi avtomaktabida B toifasida tahsil olayotgan o'quvchilarimiz bugun ularni shaxsiy fikrlari bilan sizlarni bo'lishamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Azizbek Aslonov bo'ladi. Men ustoz haydovchi avtomaktabida tahsil olyapman. Ustozim Ruslan Rasuljonovich bizga 2 oydan beri yo'l qoidalari, avtomobil boshqarish hamma narsalarni o'rgatyaptilar. Va bular bizga kelajakda asqotadi. Sizlarga ham tavsiya etaman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Zokirova Zebinso Buxoro ustoz haydovchi avtoshkolasida 2 oydan buyon tahsil olib kelyapman. Ustozimiz Ruslan Rasuljonovich yordamida praktika va teoriya jarayonlari juda ham yaxshi olib borilyapti. O'ylaymanki, bu bizning hayotimizni juda ham asqotadi. Tanlovda adashmang. Здравствуйте, меня зовут Расулов Такир. Я учусь в школе устоз хайдовчи. В течение 2 месяцев нас уже учат здесь как и теории, так и практики вождения. Наш педагог Руслан Расулджанович. Рекомендуем вам тоже посетить эту школу. Очень эффективно. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Achilova Dilorom ustoz haydovchi maktabida tahsil olyapman. Ustozimiz Jumayev Xondamir Shokirovich bizlarga tahsil beryaptilar. Sizlarni ham o'qishga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Men Tolibov Shohrux, ustoz haydovchi avtomaktabida BC toifasida o'qiyapman. Ustozimiz Xondamir domla va u kishiga rahmat aytaman, chunki darslarni juda ham qiziq olib boryaptilar. Ассаламу алейкум, меня зовут Атабек Давронов, обучаюсь в автошколе устоз хайдовчи у харизматичного учителя Хондамираке. Обучаемся уже месяц на категорию БЦ и надеемся, что получим права с помощью нашего учителя. Есть у нас принцип, мы который верим и стремимся, это 100%, 20 из 20. И наш учитель заставил нас поверить в это, и мы верим в это, и направляемся в этом направлении. Demak, siz ham bir martada haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritishni xohlaysizmi? Quyidagi raqamlarga murojaat qiling va bizga bog'laning.